to'g'rimi uka? Yemaga solsangiz nima qilasiz bunday? Oxiri men somsamni yegizmoqchi edim, sizlar yemadlaring, men nima qilay oxiri menda emas uka? Telegramga kiring, bizda emas, ayt bo'ldi. Bo'ldi ketdi. Ha, rozi bo'ling-da o'sha pulingizga. Menga undaqa erkak bo'ling, perkak bo'ling demang uka. Men mana tashladim, bo'lmadi, ko'rdingizmi? Bloklangan ekan. Bo'ldi uka. Ukam yozganda telegramga kiring. Ha, bo'ldi o'sha. Egra zapis yoping. O'rgataman qadamini. Ha, uka menga u bilat qo'pol qilayotgan cholga sikishni o'rgatmadiganda men hamma narsani bilaman uka. Kalla kompyuter menda. Kompyuter ixtiro qilgan odam men bo'laman aslida. Ha, o'shani bilsangiz uka menga o'rgataman demangda, men mana shuncha harakat qildim, yana nima qilishimni xohlaysiz? Yo, mana men nagli sizga ekran zapisi yoqib ko'rsatdim, to'g'rimi? Narginga mana screenshot qilib tashab, silkangizni mana silkangizni jo'natdim, qizil ko'rsatyapti. 766. Agar mana menda xatolik desam, menda emas ekan uka, hozir mana bitta bratnikka shunday silkasini qilsam, jo'natib bo'lyapti unga qo'yinchi. Nima kod keladimi? Yo'q, ochmaganman valyuta. O valyutaga yo'q u. Men aybim emasmi? Kriptovalyuta savdo. Yo'q. PTP. Yonimda hozir bitta o'sha bratda bor, xolos. Boshqa hech kimda yo'q. Menda o'sha bratda bor. O'sha bratga men hozir mana o'tkazadiganni bossam, o'taman, o'tishga harakat o'sha yo'lda ketyapti, qo'yinchi.